Ana shu taomni oshpaz yon elchilarga beribdi. Bu rostini judayam mahoratli ekan. Qanday qilib bizdagi oddiy mahsulotlar bunday ta'mni hosil qildi? Menimcha esa bu juda shirin. Agar u mendek oshpazlarga yutqazib qo'ysa nima bo'ladi? Bu musobaqaga o'z odamimizni kirgizishimiz kerak. Kimni? Oshpazmanmi? Oshpazni yo'q qilish uchun davlat to'ntarishini nima qilamiz? Vaziyatni qiyin qilishni bas qil. Bizni vaqtimiz ham keladi. Lekin Buyruqni bajar. Biroz sabr qil va uni seni oldingda tiz cho'kishga majbur qilaman. tushundim zot oliylari. Mag'lubiyat qirolga ancha qimmatga tushadi. Elchi Yun Kun esa istaganicha Jinshen olish imkoniga ega bo'ladi. Aynan shu qirolni taxtdan ag'darish imkonini beradi. Qirolni o'zi muammoni bo'yniga ilib oldi. Biz uni tortishimiz qoldi xolos. Samolar biz tomon. Lekin bu qiz mendek iqtidorli oshpazlarni aslo yutolmaydi. Biroq omad unga kulib boqib, musobaqada g'alaba qozonsa nima qilamiz? Qirol qancha chiranmasin, oshpaz yon baribir mag'lub bo'ladi. Bu so'zlaringizdan keyin musobaqani intizorlik bilan kutyapman.